Assalomu alaykum bolalar. Sizlar bilan shu gamer bolalar jamoasi va men Bobby va biz birinchi qism, ya'ni kechagi tanishuvdan keyin biz birinchi Minecraft olishga qaror qildik va Minecraft olishni boshlaymiz. Sizdan talab faqat like bilan podpisatsiya. Chunki bu narsa bizning YouTube kanalimiz bloklanib ketmasligi uchun. Qani ketdi bo'lmasa qishloq topishni davom ettiramiz. Qishloq qayerda ekan bu qishloq? Aytayda bitta uylar ko'rinyapti. Shu qishloq emasmi? Ana ketdi u joyga. Voy, rosa ham qishloq ekan. Lekin bu qishloq ozgina boshqacha qishloq ekan. Qishloqlar ham bu sal boshqacha qishloq ekan. Endi kimdir bor. Assalomu alaykum, Brant. Assalomu alaykum. Siz kimsiz? Sherda yashaysizmi? Men bir bo'lmishman. Men ham sayohatchi bo'lmishman. Bir tim pulim yo'q. Uzr. Bir tim pulim yo'q. Aha. Keling, unda bir obunachilarga bir salom aytib qo'ying. Qanaqa obunachilar, qanaqa? Men o'zi YouTube blogerman. Bizda obunachilarimiz bor. Bir salom berib qo'ysangiz. Assalomu alaykum. Nomi nima kanalda? Gamer bolalar. Assalomu alaykum. Qochib tura olasizmi? Iltimos. Qochib turing bu yoqqa, sal chekkaroqqa. Assalomu alaykum. Bolalar, yaxshimisizlar? Man oddiy bir bo'lmishman. Men hali laqabimni ham qo'yganim yo'q. Men bu bloger aka nima ekan? Izmi ekan? Bloger akaga prank. Keyin esa xullas kelim, assalomu alaykum. Bloger akani obunachilari. Iltimos sizlardan bloger aka aytibdi, hozir YouTube kanalim bloklanib ketadi. Sizga iltimos faqat aytib qo'ying. O'sha sizlardan bitta iltimos, shu obuna tugmachasini bosib, like tugmachasini bosib, qizartirib like-chani bosib qo'ysanglar bo'ldi. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar. Videoni demak boshladik. Salom berdingizmi? Kutizadingizmi? Mana ketdi. Qishloqqa kirib. Qishloq raqami ismdan chiqdi. 218-qishloq. Mani qishloq emas ekan. Raqamdan o'ldirdi. Bir tinga qimmat. O'zingizdan bir tinga qimmat ko'rinyapsiz-ku mencha. Ana bilan odam chiqsa, qizlar, to'xta. Avvaliga to'xta. Voy baraka. Nima bor ekan bu yerlarda? Onalarini. Salom qizlar. Isming kim? Men qizaloqmasmi? Assalomu alaykum, brat. Bu yerda rais bormi? Qishloqda raisi 18-burilishda. Rahmat. Boyagi bloger aka qani boyagi? Bormi chabaxi? Izma bloger aka qani? Qo'limga tegib uzr. Ha, bomish deb harvala qilavermaydilar-yu. 18-burilish mana shu kerak. Qishloqqa rais qani? Qishloq raisi yo'q ekan, men o'zim bosa olaman. Qo'y. Bo'pti. Qishloq raisi keyincha mayli, haydashim qishloq raisi keyincha. Bilan uy tanlab turay, keyin o'zim chaqa qishloq raisiga aytay, o'zim pulini berib kelib olaman. Brat. Oq narsalardan keyin olib, brat. Kimsiz siz, brat? Oq narsalardan keyin olib yana musulmon kishilarga boshqab yana bilgansiz qilavermang. Salom olib kelib qo'yibdi. Biz Rossiyaning musulmoni, siz nima deysiz?
Bu yerda kimlar yashaydi o'zi? Rahmat. Salom, sizlar kimsizlar? Bizlar yerda qishloqlarimiz o'zi yaqinda mehmon uchun keldik ko'rishga. Enasi Odil, meniki Husan. Hasanimniki O'tqo'yib. Sizlar bilan keyinroq nimiz, ya'ni sizlar uyimda o'tirib turasizlar. Ertaga rais kelgan. Husan, uyingda yotib tursam maylimi? Bo'ladi. Karvatga Steve. Steve, ha. Golim kim esa bu? Golim kim olib keldi golim? Bu qishloqda golimimiz. Ne o'qiyapsizlar? Kechirasiz biz qo'yibmiz. Men uni bekor qo'ydinglar degan. Qirol. Ha, qirol. Xo'sh. Rais kelib qo'yandi, rais oldiga bir kirib qo'yichi. Raisdan ish so'raymiz. Rais yo'q. Rais yo'q. Bizlar mana o'yinni boshladik. Endi asta like'larni bosasizlar. Hozir videoni davom ettiradigan bo'lsak, mana rais topdik. Biza uzr va videoni ozgina tark etdik. Ikkinchi qism bu ikkinchi qismi bo'ladi. Chunki bizga shunga to'g'ri kelib qoldi. Meni o'rnimda Person o'rtog'im Jokson. Assalomu alaykum rais. Salom, sizga nima kerak? Bizlar shu yaqinda ko'chib kelmoqchi edik, keyin shu yaqinda ko'chib kelmoqchi edik va shu yerda yashamoqchi edik. Senga bizga uy berasizmi? Pulimiz bor, pullarni to'laymiz. Oddiy uyga ancha qimmat bo'lishi ham shart emas. Aha. Hozir, unda bizga mana bu do'konni oldidagi uy menga olsa maylimi do'konni oldidagi uy? Mana shu manga. Ana shu sangami? Manga bu. Ha, unda men ana Bu so'ringiz nimaga? Beso'roq kirib ketyapti. Bir ruxsat olish yo'qmi so'ragingizda? hozir Steve yasasin. Ha, men ana shu mana to'rdagi uyda olaman. Men mana Bo'ldi. Bo'ldi, ana. Pullarni O'ylashmasak bo'ladimi? Jo'lashinglar. qancha to'lashimiz kerak? Pulni qancha? 3 stakcha bor. Hammasi yuriydi. Ha, mana 3 stakcha. Jetel olamikan? Ha, 3 stak tashlayapmiz. Ikkalaringizga istakman, nima bo'ladi? Yo, uchimiz 3tadan 6 tashlaymiz. Steve pulni qaytaring, hamma pulni olib qo'ydingiz. Qishloqiga bering. Asti, Tashlang, ketdik. farosat yo'qmi? Farosat bor, hot aql yo'q. Tezroq bo'ling. Ismi nima sheringizni? Stevejon.
Kel bu yoqqa. Bir kichkina kel. Ha bu tim degan deb qo'yib qo'y. Isming nima? Ishim bilan aralashmang. ismim Stephen. Andy qo'y. Oddiy qilaqman o'xshamagansan. Qay. Boy o'xshagansan ko'rishing. Rais bo'lmasmisan? Meni otam Rais. Raismisan? Orqaga qaraysan o'yil. Bo'pti. Rais, sherigim qani? Sherik. Qishloqdoshlar, Ichkaridan qishloqdoshlar yig'ilinglar. ketdik. Qishloqdoshlar yig'ilinglar. Men boy raisdan bitta omborxona sotib olay. Qishloqdoshlar yig'ilinglar. Rais сейчас. Menga mana shu eski bino kerak edi. Men o'zimni do'konchiman va tovarlarim bor. Tovarlarim bilan shu sotib qilsam, uni pulini beraman. O'zi shu qancha berasiz oyiga? Men butunlay sotib olmoqchiman. Butunlayga nechta pulingiz bor? 2 stakkina pulim bor. 2 stok. Mayli beravering qani. Hop. Ha, Tezlashtiring. aslida ichara olib qo'yapman. Avvalgi tovar. Rais sandiqingizga qo'yib chiqsam bo'ladimi? Mayli birdan shuni sandiqqa qo'yib qo'ying-da. Men hozir bir problemalarim ko'p-da. Problem ketib qolibsiz men. Menga shu narsani olmoqchiman-da, sandiqdan. Sotib olman. Qaysini? Mana bu o'rtadagi. Farqi yo'q. Davay. Olavering. Hamma narsa sizniki. Chunki Mozart u. Siz hozir Mozart tiklagan bo'lasiz. Keyin siz nomingiz Mozartcha bo'ladi. To'y turgan ishingizni qarang. Mozart tiklagan turibsiz. Sen Bo'ldi. juda seriyozroq bo'ling. Steve Jobs sizdan bir ish qilish uchun birorta joy sotib oling. Mana sotib oldim. Qayerda? Sambil. Shu. Botni men sotib oldim. Butni boyagi sherigingni sotib oladi. Sizga hozir bitta narsa ko'rsataman. Yo'roqqa yuring-da, o'sha qarang. Hozir sherigingiz sizga ko'rsatadi qanaqa. Hozir men aytaman sherigingizga. Mana bu omborxonani sotib olishda ana shu yerda men yaqinda qo'ylar ko'rdim. Ana shu yerda qo'yxona qilasan. Qo'yxona. Tamam. Pulni ber raisga. Men shu yerda kutib turaman. Raismi? Keyin kafeda oldida uchrashamiz. Orqangda. Kitob. Tegimi mashinaga? Mana qanday blok topib oldim. Tezlashtiringlar. Bitta kafe bor. Rais. Nima deysiz? Rais puli ko'paygan edi. Pullar ko'chada yotibdi. Pul berdim. Bo'ldi. Olaring bo'ldi, tamom. Boyagi keltirgan joyini olib qo'ying, men problemalarim ko'p edi, iltimos. Hop. Pullar joyiga solib ketaman. Qamoqxona. Qamoqxona ekan bu raisni topdim. Qamoqxona qayerda? Men topash qamoqxonani. Qamoqxona chapda. Telefonini ko'rsataverang, iltimos. Qamoqxona qani? Sheringiz ko'rsataveradi. Hozir mana yur. Ana, qaydasan? Mana bor. Kafeda orqasi yoki kafeda orqasida? Kafeda orqasiga o'rab. Kafeda orqasi yoki. O'tib bitding. Ke. Qani? Ke. Mana sizga qamoqxona. Rasmi qamoqxonani. Shumi? Ana shu qamoqxona. Eshik qani? Eshik hali tugmani bosasiz. Tepada tugma bor. Tepada. Mana shu yerda ishlaysizmi? Shu yer bo'ladi menga. Maxbusmi? Bironta mahbuslik ham chiqib qoladi, xotiramang. Hozir yo'q-ku. Ana
Xo'sh. Mayli yuring. Biz siz bilan kafeda oldida o'tirishamiz. Kafe oldi yuring. Men ochiq chiqqan edim. Xo'sh keling. Keng sizga gapim bor. Bilaman meni. Alar sherim yoni yoqdi, qamoqxona shaxta ishlamoqchiman, endi bilmayman qayda. Qisqasi sizlar bilan xayrlashamiz va keyingi videolarda uchrashguncha